Diqqat xalq tezkor xabar. Rasman O'zbekistonda ayrim yovvoyi hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Joriy yil 1-avgustdan 2028-yil 1-yanvargacha yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan ayrim yovvoyi hayvonlarni ovlashga taqiq joriy etiladi. Bu haqda 30-iyun kuni hukumatning hayvonot dunyosi yo'qotishlarining o'rnini qoplash hamda kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlarni himoya qilish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Eslatib o'tamiz, avvalroq respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o'tuvchi daryo va soylar har yili 15 tonnadan kam bo'lmagan miqdorda chavoqlantirilishi haqida xabar berilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.